Ichki ishlar organlari tomonidan narkotik moddalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish, ushbu illatning oldini olish va jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptirishga qaratilgan keng ko'lamli chora-tadbirlar izchil amalga oshirib kelinmoqda. Xususan, profilaktik tadbirlar, tezkor qidiruv ishlari, aholi o'rtasida tushuntirish va ogohlantirish ishlari kuchaytirilib, giyohvandlikka oid har qanday qonunbuzarlikka nisbatan qat'iy huquqiy choralar ko'rilmoqda. Bu esa yoshlarni turli yot illatlardan asrash, jamiyat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ma'lumki, giyohvandlik moddalari inson salomatligiga o'ta salbiy ta'sir ko'rsatib, uning jismoniy va ruhiy holatini izdan chiqaradi. Narkotik vositalarga ruju qo'yish insonni jinoyat sari yetaklab, oilaviy va ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi. Shu bois ushbu turdagi jinoyatlarning oldini olish va unga qarshi murosasiz kurashish davlat va jamiyat oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ana shunday chora-tadbirlar doirasida Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan navbatdagi tadbir o'tkazildi. Unda Jizzax shahri Kimyogar mahallasida yashovchi 1993-yilda tug'ilgan fuqaro shaharning Bobur mahalla fuqarolar yig'ini hududida ushlanib, Ichki ishlar bo'limiga olib kelingan. Belgilangan tartibda o'tkazilgan shaxsiy tintuv jarayonida mazkur fuqaroning yonidan qog'oz bo'lagiga o'ralgan holda jami 9 gram giyohvandlik moddasi borligi aniqlandi. Holat yuzasidan tegishli tartibda protsessual hujjatlar rasmiylashtirilib, qonunchilikka muvofiq chora ko'rish maqsadida ish materiallari yig'ilmoqda. Shu ma'noda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Xulosa qilib aytganda, ichki ishlar organlari tomonidan olib borilayotgan bunday tizimli va qat'iy tadbirlar qonun ustuvorligini ta'minlash, jinoyatchilikka barham berish va sog'lom avlodni tarbiyalashga xizmat qilmoqda.